Hamma sherik ayting. Mana. Aylantiryapsın kamerani. Anas nega chiqib turasiz bo'larkansiz azizim? Siz chiqishlaring bormi? Opam bilan gidaman. Opam bilan gidaman. Qaysi opangmi? Men qara Temura. Men telefon ana o'qishni. Bana do'stlar, takliflari Makkasho. Ha, ko'rdaman. Sen ekan misin? Sen buradan Aha. qo'lasizmi? Narvon bilimga kon erur maktab, zakovat doniga xirmon erur maktab. O'g'il qizlar o'qing, ulkan murod ko'zlab, ziyo topmoq uchun imkon erur maktab. O'qing minglab ahli dono kerak yurtga, yana Bobur Ibn Sino kerak yurtga. Ma'rifatsiz elat maqsadda jam bo'lmas. Ma'rifatli o'lka yotga qaram bo'lmas. Agar maktab quyosh ersa ilm nurdir, fikrsiz bosh ichra hattoki sham bo'lmas. O'qing, fikri yorug' avlod kerak yurtga. Sinfdoshlar davrasida yana bir kungina qolgisi keladi. Azizlar, Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabini joriy o'quv yilida 35 nafar bitiruvchilarimiz bu yilgi o'quv dargohini tamomlashmoqda. Endi esa barcha mehmonlar sizning guvohligingizda bitiruvchi o'quvchilarimizni davramizga chorlab qolamiz. Marhamat.
Respublikasi davlat madhiyasi. Etgan holda mehmonlarimizga so'z navbatini beramiz. Bosari Normurodova Gulnora Ikromovnaga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrli bitiruvchilar. Mana bugun sizlarni hayotingizdagi eng unutilmas, eng hayajonli daqiqalardan birida sizlar bilan birga mana shu joyda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli ustozlar, mana 11 yillik mehnatingizni bugun 11 yillik qadrdon, o'zingizga farzand bo'lib qolgan mana shunday yoshlarni bugun hayotga uchirma qilyapsizlar, katta hayot yo'liga. Albatta bunda sizlardan juda ham katta bir sabr, matonat talab etilgan. O'zingizni mana mehnatingizni Xudo xolasa 2 oydan keyin ko'rasizlar. Barcha sizni yillar davomida qilgan mana arafa shaklida nishonlanish har yiliga an'anaga aylanib bormoqda. Oldingi yillarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, faqatgina yoshlarimiz behalovat tunni o'tkazib, aynan bugungi kunga qattiq tayyorgarlik ko'rib kutishgan bo'lsa, qarangki bugungi kunga kelib bizni har bir bitiruvchi o'quvchilarimizni ota-onalari ham xuddi mana shunday hayajonli kunga juda katta tantana, bayram bilan bir hukumat tizimiga, davlat boshqaruv tizimiga ham ko'chgan. Tuni bilan sizlar uchun mana shunday unutilmas kunni tashkil etish uchun, unutilmas bayramni tashkil etish uchun butun bir hokimiyat tizimi, boshqarmalar, har bir tashkilot, har bir mas'ul shaxslar sizlar bilan birgalikda katta hayotga uchirma qilish uchun, sizlarning hayotlaringizda unutilmas bo'lishi uchun va kelajakda sizlar mamlakatimiz maktablarini bitiruvchi o'g'il qizlarimizga, qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarning hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea, maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu shukuhli ayyomda mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktabda mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab 450 ming nafardan ortiq bitiruvchi yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz bu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu-umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan kuch-g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ilm va kasb-hunarlar, ona tili bilan birga xorijiy tillar, IT va innovatsion texnologiyalarni, ijod va tadbirkorlik sohalarini puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab monomarkaz va texnoparklar, kutubxonalar,
madaniyat, san'at va sport muassasalari samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Ta'limning beqiyos hissa bo'lib qo'shiladi. Sizlardek o'z kuchiga ishongan, qadriyatli yoshlardan qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz va ota-onalaringiz butun xalqimiz nafaqat ezgu ishlar va yorqin natijalar kutadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilik yaratishdan aslo charchamang. Aziz o'g'il qizlarni. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Hurmatli yoshlar, biz bu maktabni har yilgi an'anasini bilamiz. An'ana bu mana shu maktabni bitiruvchilari har yiliga 100% oliy ta'limga o'qishga kirgan. O'ylaymizki, ushbu an'anani buzmagan holda barchangizni kelgusida oliy ta'lim o'quv yurtlariga 100% kirishingizga tilakdoshmiz. Sog' salomat bo'ling. Endigi navbat esa joriy o'quv yili davomida ta'lim sifatini oshirish, namunali xulqi va ish faoliyati bilan ko'pchilikka ibrat bo'lgan ustozlar, ularning shogirdlari va faol ota-onalarni taqdirlash marosimiga. Tizimida fidokorona mehnati, yosh avlodga saboq berishda erishgan yutuqlari, o'quv yili davomida ta'lim sifati va samaradorligini yuqori bosqichga ko'tarish yo'lidagi xizmati, kasbiy mahorati, ijodiy tashabbuskorligi va jamoatchilik ishlarida faolligi uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Mamarasulova Hilola To'ychiyevna taqdirlanadi. Xuddi shunday viloyat hokimligi faxriy yorlig'i bilan Abirkulova Nafisa Abdusalomovna taqdirlanadi. Xuddi shu mazmundagi faxriy yorliq bilan Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Eshpo'latov Shohruh Mirzo G'ayrat o'g'li taqdirlanadi. Xuddi shunday faxriy yorliq bilan Aliyeva Dildora Mamatqulovna taqdirlanadi. Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi kutubxonachisi Muxtor va Aziza Rashidovna taqdirlanadi. Ali Qo'shiyev tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Sojida Pardayeva, Aziza Muhammadiyevalar, marhamat. Bitiruvchi o'quvchimiz Farangiz Usmonovaning dadalari Fozil Ahmedov maxsus tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. O'quv yili davomida faol bo'lgan bitiruvchimiz hayajonli onlar Abdullayeva Marjona. Yana bir faollik ko'rsatgan o'quvchilarimizdan biri bitiruvchimiz Anorboyeva Marjona taqdirlanadi. Joriy yilda ona tili adabiyot fanidan o'tkazilgan Respublika fan olimpiadasining g'olibi Hilola Ziyatovani chorlab qolamiz. Marhamat.
Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Abdullayev va Dilobarxon taqdirlanadi. Marhamat. Kitobini chop ettirdi. Ushbu o'quvchimiz eng faol ijodkor o'quvchilarimizdan biri Mashhura Umaraliyeva taqdirlanadi. Viloyat hokimining tashakkurnomasi bilan demak Nigora Asrorqulovna taqdirlanadi. Yana bir ajoyib tashakkurnoma bilan Abdullayev va Dilobarning onajonlari Ergash va Gulbahor opamiz taqdirlanadilar. Marhamat. Abduhamidov Abdulla Turobjon o'g'li. Hamda xuddi shunday faol ustoz lentasi bilan Bardaboyev Farruh Farhod o'g'li. Taqdirlanayotgan ustozlarimizni davramizni to'riga taklif qilamiz. Barcha ustozlarimizni. Demak, Jonpiyor ustoz nominatsiyasi bo'yicha matematika fan o'qituvchisi Ergasheva Shohista Ne'matulla qizi. Xuddi shunday nominatsiya bilan Solih Oybek Ulug'bek o'g'li. Marhamat ustoz. Kitobxon ustoz nominatsiyasi bo'yicha ona tili adabiyot fan o'qituvchisi Mardiyev Rustam Rahmatovichni chorlab qolamiz. Xuddi shunday kitobxon ustoz nominatsiyasi bilan Ochilov Erkin Shukurovich. Marhamat ustoz. Tashabbuskor ustoz nominatsiyasi bo'yicha ijod maktabi tarbiyachisi Ibragimova Dilafruz Ibragimovna. Ana endi esa azizlar, ijodkor ustoz nominatsiyasi bilan Abdullayev va Gulmira Norpulatovlarni taklif etamiz. Marhamat. Ijodkor ustoz nominatsiyasi bo'yicha ijod maktabi tarbiyachisi Umarjon va Kamola Uralovnani chorlab qolamiz. Marhamat. Yuzlaridan, ko'zlaridan samimiylikni hech qachon tark etmaydigan, ya'ni kim? Samimiy ustoz nominatsiyasi bilan Ashirmat va Nargiza Inomboyevlarni taklif etamiz. Marhamat. Bizdan biri Saidova Shohida Abduvali. Ta'lim tarbiya berib, mehnat qilib charchamaydigan eng mehnatkash ustoz nominatsiyasi bilan Karim va Gulchehra Hazratqulovlarni taklif etamiz.
Xuddi shunday mehnatkash ustozlarimizdan Nabiy va Nigora Nurmatovlarni taklif etamiz. Marhamat. Mehnatkash ustozlarimizdan yana biri Ijod maktabi tarbiyachisi Qudratov Jo'rabek G'ayrat o'g'li taqdirlanadi. Samimiy xodim nominatsiyasi bilan Yusuf Jon qizi. Marhamat. Xuddi shu mazmundagi nominatsiya bilan Omonova Malika Mamasoat qizi taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday samimiy xodim nominatsiyasi bilan sport sog'liq garovi shiori ostida yuradigan sport fan o'qituvchisi G'oripov Shavkat Sharofjon o'g'li. Marhamat. Endi esa mehnatkash xodim yo'nalishi bo'yicha nominatsiya sovrindorlarimizni, g'oliblarimizni chorlab qolamiz. Mamatqulova Mubina Ahmadjonovna. Marhamat. Mehnatkash xodimlarimizdan xuddi shunday nominatsiya bilan tex xodimimiz Artikov Abduvali Abdusalomovichni taklif etamiz. Marhamat. Jonkuyar xodim nominatsiyasiga navbat yetib keldi. Ushbu nominatsiya bo'yicha Karimova Malika Ismat qizi taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday nominatsiya bilan Raupova Sivara Abdurazzoqovlarni taklif etamiz. Marhamat. Faol xodim nominatsiyasi bo'yicha Toshtemirov Muhammad. Marhamat. Xuddi shu mazmundagi faol xodim nominatsiyasi bo'yicha Ijod maktabining to'garak rahbari boshlovchi vazifasidagi Hazratqulov Jasurni chorlab qolamiz. Marhamat. Hudud qazishdek mashaqqatli mehnati-yu kunni tunga ulab sabr bardosh bilan bilim berishlari gavdalanadi. To'g'rimi? Albatta, noma bilan taqdirlanadi. Xuddi shu adabiyot ustozlari buyuk ilm sharafiga bo'ling omon. Ijod maktabining matematika fani o'qituvchilariga tilab qolay sizga baxtli cheksizlikni. Musibatda bo'lmang hayot formulasi. Bir raqamdagi qadri baland savlat bo'ling. Bu hayotning bizga bergan misollari siz ko'rsatgan yechim bilan
ahvolda oson, matematik salohiyat egalari, buyuk ilm sharaf bu maktabda qolgan tarix sahifasi, nomlaringiz o'chirolmas abad hamon, qadim tarix va kelajak bog'lovchisi, buyuk ilm sharafiga bo'ling omon. Ijod maktabi to'garak rahbarlari va tarbiyachi ustozlariga kechalari bizni o'ylab bedor chiqar, mehri ko'zda jo'sh uradi har bir zamon. Onam kabi sharafiga bo'ling omon. Ijod maktabi chet tili ustozlariga yodlaganman turli lug'at boyliklarini. Gapiraman ingliz, koreys yo o'zbekda. Xohlasangiz turk tilida savol bering, javob beray. Gap bittadir, gap o'zbekcha. Til o'rganish qiyin deya o'ylagandim. Ustozlarim bor ekanki bo'ldi oson. Maktabimning xorijiy til ustozlari buyuk ilm sharafiga bo'ling omon. Ijod ustozlarimizga maktabimning eng go'zal ilm maskani, kutubxonam ruhimdagi boqiy diyordir. Har bir kitob ko'nglimdagi eng go'zal tashbih. Kitob o'qir bunda qalb baxtiyordir. Yaratilgan bizga shart va sharoit, sport zalda chiniqamiz doimo sog'lom. Bizga qulayliklar yaratib bergan ey aziz insonlar, bo'lingiz omon. Ijod maktabining huquq fanlari o'quvchisiga o'rgatdingiz menga haqqim huquqimni, ham burchimni, ham yelkamda mas'uliyat. Ona yurtga sadoqatli farzand bo'lmoq ham burchimdir, ham yelkamda mas'uliyat. Buyuk davlat rivojiga bo'ling omon. Ijod maktabining tabiiy fan va informatika fanlari o'quvchilariga tajribaga boy o'tadi darslarimiz. Biologiya, ham fizika, hamda kimyo. Siz o'rgatgan bilimlarni ishga solsam, yashiringan sirlarni ochar dunyo. Zamonaviy hayot bizga eshik ochar. IT bilan yuksaladi butun jahon. Informatik darslarimiz dasturchisi rivojlangan davrimizda bo'ling omon. Mehnat uchun, izlanishlar, intilishlar, rag'bat uchun biz o'rgandik sizdan hamdo'st hamkorlikni. Sizdek xizmat qilaylik biz millat uchun. Maktab emas, katta oila yaratdingiz. Hukm surar birdek mehr va intizom. Rahbariyat maktabning yuragidir. Ijod maktablariga bo'ling omon. Azizlar, ijod maktabiga mehmonlarimiz tashrif. Kutubxona markazi rahbari Hafiza G'afurova Qudratovnaning maxsus sovg'alar bor ekan, ijod maktabimizga to'lab qolamiz. Marhamat. Maktab bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Har bir tadbirimiz mana shu jamoasiz o'tmaydi. Mana shu jamoadagi yoshlarsiz, ustozlarsiz o'tmaydi. Yaqindagina juda mana respublikamiz bo'ylab kitobxonlik haftaligi aprel oyida davom etdi. Mana shu haftalik jarayonda ham viloyatimizdan chiqqan, bunda respublikada o'sha mehnat qilayotgan, faoliyat yuritayotgan ilda, Ardog'da e'zozda bo'lgan yozuvchilarni, shoirlarni shu holatda ham birinchi o'rinda mana shu viloyatda olib borilgan shu tadbirlarda mana shu jamoa, mana shu Zulfiya Hamidxonjon maktabi bo'ldi. Xonasiga viloyat axborot markazi davomchilari, ya'ni Ahmad Yassavoy avlodining davomchilari shu Jizzax viloyatida borligini aniqlab shu shajara nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. 150-son qaroriga asosan oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun 5% imtiyozni 11-sinf o'quvchimiz Aliyev Shohjahon qo'lga kiritdi.
O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga va prezidentiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Demak, sahnaviy ko'rinishlarga yuzlanamiz. Ana endi Sekin yozishni o'rgandik. Eng sho'ri paytlarimizni bahorning so'nggi uchurlari Karbolaylik cho'qlari Hayır maktabim Hayır sho'xligim Birinchi singlim Hayır, hayır do'stlarim Hayır maktabim Hayır sho'xligim Birinchi sevgim Hayır, hayır do'stlarim Milliy raqsga marhamat. Bana yağışladı döver Aşk teketti Nagah görünüp köçede ulser ve xramoy Hay hay ne cevahır Zadet Çırvaklar kanun ili köçede ulşuk Bağrımını kılıp koy Tajribali pedagoglar, mehribon ustozlar ko'magida ona tili va adabiyot, tarix, matematika fanlaridan Yo'ldosh va Anora, Abdullayeva Dilobar, Abdullayeva Marjona, Zokirova Sabrina, Hojiboyeva Sabrina, Ahmedova Madina, Abulqosim Islom va Ubayeva navbahorlar maxsus sertifikatlarga ega bo'lib, oliy ta'lim muassasalarida belgilangan ballarni qo'lga kiritishdi. Ijod maktabi tarixida ilk bor 2024-2025 o'quv yili bitiruvchilari orasida 100 nafari 189 ballni qo'lga kiritib, muddatidan avval talabalik vaqtiga muyassar bo'lishdi. Marhamat, ushbu bilimdon va faol o'quvchilar sizning qarshingizda. Sayfiyev Elyor, Diniqulova Mohira, Muhammadova Aziza, Usmonova yanada chuqurroq o'rganishga undaydi. Bitiruvchilar orasida she'riy to'plamlari davlatimiz tomonidan imtiyozli nashr etilgan Mashhura Umar Aliyevaning Sokin bo'ronlar, Mohira Dinniqulovaning Yurakka maktub kitoblari fikrimizning dalilidir. Bundan tashqari Asrorqulova Nigora, Abdusalom va Farangiz, Jamol va Gulyora, Ergash va Bahora, Vaziyat va Hilolaning she'rlari joy olgan. Joriy o'quv yilida Ijod maktabining 19 nafar o'quvchilari viloyat fan olimpiadasida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Ular orasida respublikada maktabimiz sha'nini munosib himoya qilgan ona tili adabiyot hamda tarix fanidan o'quvchilar Nigora, Ziyatova va Hilola, Aliyev Kenjabek, Anorboyeva Marjona. Xalidolimjon va Sofiya nomidagi Ijod maktabi O'quvchilarning shu kabi yutuq va muvaffaqiyatlar negizida ustoz va murabbiylarning mehnati cheksiz. Ana shunday qalbi daryo ustozlarga bir ovozdan tashakkur aytamiz. Va farovonligi, ezguliklar uchun sarflang. Ota-onangiz, maktabingiz ishonchi sizga hamisha qalqon bo'lsin. marhamat, ana endi bitiruvchilarimiz ijrosidagi tashakkur Shabodalar esganib sayan G'ulg'unchalar ifori
o'quvchilarimiz ishtirok etishmoqda. Endi esa barcha bitiruvchi o'quvchilar ijrosida Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabining madhiyasi ijro etiladi. Marhamat. Marhamat bo'ling. Boshimiz turgan go'zal maktabning taxti kulib boqqan ekanmiz. Dunyo sahnasiga kirgan o'zbekning azga to'la ertalarimiz. Dunyo sahnasiga kirgan o'zbekning shijoatga to'la ertalarimiz. Shijoatga to'la ertalarimiz. Shijoatga to'la Rahmat. Rahmat. Yillar o'tib uchrashsak yana, yashirolmay ko'zlarimda yosh, qo'lingizdan mahkam qisib men salom deyman. Artirab chiroyli olqishlab qo'yamiz. Davramizga tashrif buyurgan muhtaram aziz mehmonlar, ustozlar, sizlar bilan yana yaxshi kunlarda, yaxshi tadbirlarda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar. Shuning bilan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar. Rahmat barchaga. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Maktab yillari o'tdi birin-ketin. Kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtin. Ular doim birga bo'lishsin. Dosh, ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey